Sun'iy intellekt foydali vosita. Biroq uning ikkinchi tomoni ham bor. To'g'ri foydalanilmasa, u og'ir oqibatlarga olib keladigan vayronkor qurolga aylanadi. Masalan, xalqaro terroristik tashkilotlar neyro tarmoq imkoniyatlaridan o'z manfaatlari yo'lida foydalanib, nayrang va uslublarini o'zgartirmoqda. Aytaylik, deepfake texnologiyasi orqali istalgan davlatning rasmiy din vakili qiyofasini yaratib, u aytmagan gaplarni aytgandek qilib tarqatishadi. Qilmagan ishlarini qilgandek ko'rsatib, jamiyat oldida qoralashadi. Hatto deep nostalgia kabi texnologiyalar yordamida vafot etgan soxta vasxonlarni qayta tiriltirib, ularning zaharli ma'ruzalarini ko'paytirishmoqda. Shu tariqa fake ma'lumotlar orqali yovuzlikni targ'ib qilib, diniy adovat qo'zg'ashmoqda. Muqaddas urush degan soxta shior bilan yoshlar ongini zaharlab, o'lim ideologiyasini ulug'lashmoqda. Dinni faqat tashqi ko'rinish bilan cheklaydigan radikal vasxonlarning oldingi saflarida Sodiq Samarqandiy, Abdulloh Zufar, Yusuf Davron, Abu Saloh, Abdulloh Kostekskiy kabi shaxslar turibdi. Bularning barchasi xorijlik soxta vasxonlardir. Ular xalqaro terroristik tashkilotlar ta'siridagi qo'g'irchoqlar xolos. O'rta turgan yirik kuchlar esa bunday shaxslar orqali Markaziy Osiyo davlatlari orasiga nifoq solishni va an'anaviy din obro'siga putur yetkazishni maqsad qilgan. Bu vaziyat har bir internet foydalanuvchisidan juda ehtiyotkor va sergak bo'lishni talab qiladi. Eng avvalo, insonga media savodxonlik zarur. Har qanday ma'lumotga tanqidiy ko'z bilan qarab, shubhali kontentni tahlil qila bilish lozim. Aks holda, soxta shariat tuzog'iga ilinib, jangarilar safidan joy olish yoki panjara ortiga mahkum bo'lish hech gap emas.